Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, aziz ustozlarim, akalarim, ukalarim, singillarim, opalarim. Mana bugun bir tor qo'limizga kelib qoldi. Bu tor O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev ustozimizni torlari. Menga tor remonti uchun olib kelishdi bu torni. Mana shu tor ustozimizning tori. Endi bu ustoz juda bir ulug' yaxshi san'atkor edilar. Juda ham O'zbekiston xalq hofizi bo'ldilar. Ne mashaqqatlarni ko'rdilar. Alloh rahmat qilsin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Mana kelgusida mana Shohijahon Jo'rayev, Zohir Shoh Jo'rayev bular o'g'illari otalarini ishlarini davom ettirishyapti. Davomiy bo'lsin. Bolalarning ham umri uzoq bo'lsin sher ekani. Endi biza ustoz bunaqa ustoz juda ham bir ulug' ustoz, shunchalik qo'shiqlar yaratganlar. Bular yaratgan qo'shiqni men hozir birma-bir hammasini aytib bera olmayman. Mana shu torlarini men ozgina ko'rsatmoqchiman. Otalaridan bolalariga mana esdalik qoldi. Ishqilib omadligini bersin hammaligini. Men ta'mirladim, mana bu torga pardalar qopladim. Simlarini taqdim. Qo'limdan kelgancha ta'mirladim. Ishqilib oxiratlari obod bo'lsin. Bolalarning umri uzoq bo'lsin. Mana Shohijahon Jo'rayevda, Zohir Shoh Jo'rayevlar davomiy bo'lsin. Kelgusida mana shu farzandlari ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq hofizi buyuk martabalarga erishib yursin. Tinchlik, salomatlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.